Yaxshimisizlar? Sizlarga bir maqtanib qo'yay. Mana jasmin gulim ochildi. Bu ham shifobaxsh gul, ham chiroyli gul. Har 2-3 oyda ochilaveradi. Ham shunaqangi shirin. Hidi voy mast bo'lib qolasiz mana. Har 2-3 oyda ochilaveradi. Har 3 kunda, 4 kunda suv qo'yasiz. Keyin 1,5 metrlar bo'lgandan keyin yerga ekib qo'ysangiz, kattakon buta bo'lib ketadi. Juda ham tez o'sadi. Men hammalarga tavsiya qilaman. Mana shu guldan ekishingizni. Mana. Juda ham shirin. Hozir mana yonida turibman, ketkim kelmayapti. Mana juda ham shirin. Chet elda, ayniqsa Fransiyada bundan duxiy tayyorlanadi. Mana o'zi asli vatani Hindiston. Hind kinolarida ko'rasiz, kattakon buta bo'lib, oppoq bo'lib ochilib yotadi. Keyin ayollarini ko'rsangizlar, chambarak qilib taqib olishadi-ku, oq guldan. Xuddi mana shu guldan taqishadi Hind ayollari. Mana bu bo'lsa mana nilufar gulim. Xudo xolasa bu ham ochiladi. Mana. Xudo xolasa ochiladi. Ochilganda xudo xolasa videoga olib tashlayman. Mana doldir gulim. Endi gullarim ko'p, endi eng chiroylilarini maqtanay dedim-da sizlarga. Mana. Drakon. Bu ham ochiladi, bu ham 3 ta g'unchaladi. Mana yana bitta dollar.